Endi murakkab yurak operatsiyalari uchun boshqa davlatga borishning keragi yo'q. Sababi Samarqandning o'zida, ya'ni Meros International Hospitalda intervension kardiologiya hamda reabilitatsiya markazi rasman ishga tushdi. Zamonaviy operatsion xonalar, reanimatsiya bo'limi, qulay statsionar hamda reabilitatsiya markazi endi barchasi bir maskanda. Masalan, Samarqanddagi ushbu eng so'nggi rusumdagi angiograf apparati yordamida yurak va qon tomirlaridagi muammolarni millimetrgacha aniqlikda aniqlash mumkin. Navbatdagi zamonaviy operatsion xonamiz ham eng so'nggi rusumdagi texnologiyalar bilan jihozlangan bo'lib, bu yerda yurak va qon tomiridagi eng nozik muammolargacha bartaraf etish mumkin. Statsionar bo'limimizdagi 18 ta zamonaviy palatada bemorlarimizning qulayligi hamda sog'lig'ini tiklashi uchun barcha sharoitlar mavjud. Markazimizning 3-qavati tiklanish hamda reabilitatsiyaga bag'ishlangan. Bu yerda fizioterapiya, massaj, psixolog va logoped mutaxassislari, bolalar uchun maxsus hudud hamda sog'lomlashtirish zali faoliyat yuritadi. Reabilitatsiya markazimizdagi ushbu eng so'nggi rusumdagi tekar terapiya og'riqlarni kamaytirib, mushak va bo'g'imlarning tezroq tiklanishiga yordam beradigan zamonaviy reabilitatsiya usulidir. 40 dan ortiq malakali mutaxassislar faoliyat olib borayotgan Meros International Hospital zamonaviy tibbiyot, innovatsion texnologiyalar hamda professional yondashuvni birlashtirgan holda Samarqandda yurak salomatligi uchun yangi imkoniyatlarni yaratmoqda.